nima qilsak baxtli bo'lamiz. Alloh taologa hamd sanolar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salovat va salomlar bo'lsin. Bugun siz azizlar bilan baxt, saodat haqida so'z yuritamiz. Alloh va rasuliga iymon keltirish, farzlarni bajarish, haromdan uzoq bo'lish, da'vat, ta'lim, dinga xizmat qilish, bularning ortida jannat turgani, jannatga kirish haqiqiy baxt ekanini sahobalar yaxshi anglashgan. Bunga misol tariqasida mana Harom ibn Milhon radhiyallohu anhuni olaylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu ulug' sahobiyni bir qancha boshqa sahobalar bilan birga Najd ahliga Qur'ondan ta'lim berish uchun yuboradilar. Bu sahobalar qorilar deb nom olgan. Hammalari Allohning kalomini yod olgan qori bo'lishgan. Bi'r Mauna degan joyda bularga qarshi xiyonat bo'lib, xoin odamlar bilan o'rtada jang bo'lib qoladi. Jang yuzaga kelib chiqadi. Harom ibn Milhon bu Anas ibn Malik tog'asi. Endi shu teng bo'lmagan jangda tabiiyki sahobalar kam bo'lgan, ular ko'p bo'lgan. Harom ibn Milhon roziyallohu anhuga bir Jabbor degan odam nayza sanchib shahid qiladi. Keyinchalik shu Jabbor ham iymonga kelgan. Shu voqeadan ta'sirlanib o'zi ham iymon kelgan. Harom ibn Milhon ikki yelka o'rtasiga shu urilgan nayza shu ulug' sahobiyning ko'kragini yorib chiqadi. Shu holatda o'zlari ko'rib turib shu ko'krakdan mana nayza chiqdi, qon oqib turibdi. Harom ibn Milhon roziyallohu anhu nima deganiga bir diqqat qiladigan bo'lsangiz, Harom ibn Milhon Ka'bani Robbiga qasam yutdim deydi bu odam. Bo'lmasa qarang, odam o'ldi deb turibdi. Bo'ldi, hayot tugadi. Dunyodan o'tyapti endi. Hamma narsa qolib ketyapti. Bu yoqda xotinlar beva qolyapti, farzandlar yetim, mol dunyo hammasi qolyapti. Bu odam Ka'bani Robbiga qasam yutdim deb turibdi mana. Nima bilan yutdi bu odam? Jannat bilan yutdi. Jannatni qo'lga kiritish bilan yutdi. Alloh yo'lida shahid qilindi. Allohga qasam ichib, men yutdim dedi. Chunki u shu onda qalb saodatini topdi. Baxt uni chulg'ab oldi. O'zi yo'lga chiqayotganda o'zi baxtli bo'lgan. Chunki bu odam Qur'on o'rgatish uchun chiqqan edi aslida. Aslida o'shuni o'zi bir baxt. Allohning kalomini ta'lim berish, dinga xizmat qilish bu ko'pchilikka nasib bo'lmaydigan bu katta baxt bu. Bunga yana endi shahidlik ham qo'shildi. Yaxshilik ustiga yaxshilik, nur ustiga a'lo nur degandek. Shuning uchun ham shunday aytib qo'ymadi. Ka'bani Robbiga qasam yutdim dedi. Bu so'z uni ichidan chiqdi. Haqiqiy shu ichidan chiqdi bu odam. Nega? Chunki u haqiqatni yutgan edi. Chunki baribir hamma o'ladi. O'lish bilan o'lish farqi bor. Kimdir dinga xizmat qilib, yorug' yuz bilan dunyodan o'tsa, kimdir dinga qarshi kurashib, baxtiqaro bo'lib o'ladi. Alloh taolo Oli Imron surasining 106-oyatida qiyomat kuni Alloh va rasuliga iymon keltirgan va Allohning amr farmonlarini bajargan baxtli insonlarning yuzlari oq bo'ladi. Allohning rasulini yolg'onchiga chiqargan va uning amr farmonlariga osiy bo'lgan baxtsiz kimsalarning yuzlari qora bo'ladi deydi Alloh taolo. Kim qaysi birini xohlasa, shuni tanlab olaversa endi. Baxil bo'lmaslik, Alloh yo'lida saxovatli bo'lish bu ham baxt. Alloh taolo aytadiki: "Va man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Kim baxillikdan va ortiqcha molini qizg'anishdan salomat bo'lsa, ana o'shalar maqsadlariga yetgan baxtli insonlardir. Hashr surasining 9-oyati. Boy insonlardan biri hikoya qiladi. Bu odamga Alloh taolo ne'matni hamma turini bergan ekan. Ko'p mol-mulk bergan. Yegani oldida, yemagani ortida. Yaxshi ta'minlangan, hamma narsa taxt, kamchilik yo'q. Shu odam o'z og'zi bilan aytib bergan so'z. Ochlik va qiyinchilik boshiga tushgan, ustiga ustak notinch bo'lgan davlatga xayriya maqsadida safar qildim. Bir qishloqqa yetib borib, muhtojlarga xayriyalarni ulashdim. Odamlar, ayniqsa bolalar juda xursand bo'ldilar. Buni ko'rib o'zim ham sevindim. Kech tushgach, endi biroz dam olsak, qayerda uxlasak bo'ladi desam, tomi ham yo'q, o'rin ko'rpa ham yo'q bo'lgan, faqat bir devor bilan o'rab qo'yilgan bir yerga olib borishdi. O'sha joyda to'shaksiz, yostiqsiz shunday yerda yotdik. Uzoq-uzoqlardan bomba portlagan ovozlar kelib turardi. Biz yotgan yerga yaqin joyga ham 1-2 bomba tushdi. Lekin hech bir mubolag'asiz aytamanki,
Hayotimdagi eng rohat uyqu shu kecha bo'ldi. Eng maza tong ottirishim shu bo'ldi mana. Salqin uyda, qimmatbaho to'shakda, juft haloli yonida yotganda emas, qarang. Ayni shu kechada, taqir yerda, bombalar ostida o'tkazgan kecha eng rohatli, eng maza va eng baxtli onlar bo'ldi. Chunki bu odam Alloh yo'lida chiqqan. Muhtojlarga xayr ehson tarqatib, yaxshilik qo'lini cho'zgan. Shu tariqa Allohga yaqinlashgan. Kechani Allohning toatida o'tkazgan. Haqiqiy saodat, chinakam baxt shu mana. Ko'pchilik izlagan, lekin ozchilik topgan baxt saodat shu bo'ladi mana. Alloh taolo barchamizga mana shunaqa baxt saodat nasib etsin. Shuningdek, haqiqiy baxt bu qanoatda. Alloh yozgan qismatiga rozi bo'lishda. Alloh berganiga qanoat qilish, ko'zni to'q qilish, qalb boyligi bu chinakam baxt. Bu chinakam saodat. Hikoya qilinishicha, bir odam dengiz bo'yida qarmoq bilan baliq ovlardi. Alloh nasib qilgancha baliq tutib uyiga qaytardi. Har kuni shu ahvol. Ertalab dengizga boradi, bir kunlik yetadigan taomni ovlab uyiga qaytadi. Shu tariqa kundalik ro'zg'ori tebratib, qolgan paytda ibodat, farzandlarga ta'lim-tarbiya berish bilan o'tkazadi. Kunlarning birida bir tanish kelib, "Hoy falonchi, asrdan keyin nima qilasan?" "Ha, uyda bo'laman, dam olaman." "Ha, undan ko'ra ertalab ovga chiqqaning kabi asrda ham chiqsang bo'lmaydimi?" "Nimaga?" "Ha, ertalabki tutganim yetadi, nima qilaman asrda chiqib?" "Ko'proq tutasan." "Ha, ko'pini nima qilaman?" "Sotasan, qo'lingda pul bo'ladi." "Ha, pulni nima qilaman?" "Yo'q, yana bitta qayiq sotib olasan va sohil bo'yida emas, endi dengizga chiqib, dengizning ichkarisida ko'proq baliq ovlaysan." Tabiiyki, qayiqqa minib dengizning ichkarirog'iga kirib baliq tutish bilan qirg'oqda tutishning farqi bor. Xo'p, keyinchi? Keyin yana bitta qayiq sotib olasan. Uni nima qilaman? Ishchilar yollaysan, dengizga chiqarasan. Keyinchi ko'p baliq ovlab uni sotasan. Puliga 3-chi qayiq sotib olasan. Unga ham ishchilar yollab, keyin 4-sini, 5-sini, keyinchi. Keyin puling ko'payib, yonboshlab, dam olib yotasan. Hozir nima qilaman? Hozir ham dam olib yotaman-ku. Shuncha mashaqqatning oxiri nima bo'ldi? Dam olib rohatlanib yotishmi? Men shundoq ham rohatdaman-ku mana. Bu odam, chunki bu odam qanoati bilan rohatda. Qanoat qilishlik bilan, Allohning berganiga rozi bo'lishlik bilan rohatda bu odam. Allohning berganiga shukr qilib, xotirjam yashayapti bu odam. Agar shu baliqchiga o'xshab boshqa odamlar ham qanoat qilsa, ko'zlari to'q bo'lsa, saodat topadi. Baxtli hayot kechiradi. Qanoati yo'q odam aslo to'ymaydi. Unga hali qorinni boyligini berib qo'ysa ham yetmaydi. Bundan ham ko'proqni xohlaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ushbu so'zlari bilan shuni marhamat qilib, 2 kishi to'ymaydi deganlar. Bu so'zlari dalil bo'ladi mana. Shu 2 kishi to'ymaydi. Tolibi ilm va tolibi dunyo. Ilm talabida yurgan odam bilan dunyo talabida yurgan bu to'ymas ekan buni. Hokim rivoyatida kelgan hadis. Dunyoparast odam to'ymaydi. Unga 2 vodiy oltin berilsa, 3-vodiyni xohlab turaveradi bu. Chunki unda qanoat yo'q. Shuning uchun xotirjamligi ham yo'q. Qanoat bo'lsa, saodat ham bo'ladi. Qanoat bilan odam baxtli bo'ladi. Alloh berganiga rozi bo'ladi. Rizq Allohdan deydi va xotirjam, rohatda hayot kechiradi. So'zimizni keyingi suhbatlarimizda davom ettiramiz inshaalloh. Alloh taolo hammalarimizni baxtli, saodatli qilsin. Oramizda baxtsiz, badbaxt kimsalarni chiqarmasin. Va sallallohu va sallama va baraka ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.